Ularga ham tayinli o'zim. Olmasa bo'lmaydi, baribir. Ketadi. Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar. Mana dehqonlar yurti Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida Tiyanya Agroga xush kelibsizlar. Bu yerda selkalarning juda ko'p turlari kelgan. Ochiqqa qo'shqator selkalarimiz 76, ochiqqa qo'shqator selkalarimiz 76, yakka qatorlarimiz hamda 76 qo'shqator Shinjon usulida, ya'ni plyonka ostiga ekishga mo'ljallangan selkalarimiz mavjud. Mana sizlarga mana bu selkani bir ko'rsatib o'taman. Mana mayellariga shilyankalar osiladi. Mana bu yerga plyonkalari, 120 lik plyonkalari, mana ko'ralari mana ekish uchun barabarlari qo'shqator. Bu plyonkani ustini tortib, ustini turpoq bilan xumlab ketadi. Buni afzallik tomonlari shu, mabodo o'zgartirish kerak bo'lsa, qo'sh barabarlarini 6 sm dan 15 sm gacha barabarlariga anaqalar qo'yib olishtirib berishlari mumkin. Uyalarini. Bu tomonda esa 76 oddiy qo'shqator. Buni afzallik tomonlari bir yo'li mana dori ko'ralari bor, buni ham dorilarni sotib ketadi. Tomchilab qilamasa shilyankalarini tortib beradi o'zi avtomatik. Mana ko'ralari donalab bekadi. Mana mushtiklarini xohlagan andiqizga razmeringizga o'zgartirib beradi. 6 sm siz 6 sm, 10 sm siz 10 sm, 15 sm siz 15 sm gacha o'zgartirib beradi. Mana selkalarimiz bisyor. Plyonka ekaman deganlarga plyonka selka, ochiqqa qo'shqator ekaman deganlarga ochiq selkalarimiz hammasi mavjud. Narxiga kelsak, mana hozir aytib o'tdik, sotildi 66 million naqd pulga, Pereslinaga 73 million. Pul o'tkazish yo'li bilan 73 million, naqd pulga 66 million. Agar Agraus kanal orqali istab keldim deganlarga biz gaplashdik. Xudo xolasa ozgina chegirmalari bor. Chegirmalar qilib beradi. Naqqa ham, Pereslinaga ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat katta.